Angliya Premyer Ligasining 24-turida jabr, shovqin-suron, to'polon, shamol bo'lmaydi. Lekin shunisi chatoqda. Hafta o'yini Tottenham Manchester City. Menga anons unchalik qiziq emas. Menga Cityning Tottenham maydonida qanaqa o'ynashi, shu raqibining tezligini pasaytira oladimi yoki yo'qmi, mana shunisi ko'proq qiziq. Chunki nafasi siqilib turadi Cityning Londonda. Bilasizmi? Syurpriz tayyorlayotgan o'yin. Leeds Arsenal. Qog'ozda oddiy bir o'yin. Bir 20-daqiqagacha shunaqa o'tishi mumkindir. Keyin ko'rasiz. Bunaqa bahslar nega birdaniga ostin-ustun bo'lib ketishini mana shu uchrashuvda balki ko'rishimiz mumkin. Hozircha sarlavhalarning e'tiboridan qolayotgan syujet Liverpoolning Newcastle'ga qarshi Anfielddagi o'yinida yozilsa kerak. Bu yerda kim yutishidan ko'ra, kimning ketma-ket ikkinchi uchrashuvda yutqizmasligi shudir masala. Demak, turning xulosasi shu. Arsenal Leeds bilan o'yinda g'alaba qozonmasa, chempionlik poygasi g'ibati qizigandan qiziydi. Yozib qo'ying. Chempionlikka da'vogarlarning bu turda ko'z qoqishga haqqi ham qolmadi. Qiyinmi? Bo'lmasam-chi. Kim buni eplaydi? Dushanba kuni bilib olasiz.